Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Salam kang to'rdoshlar ko'rayotganinglar. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi tajdorligidagi 4-qaror Ipak yo'li sadosi programmasi. Biz zoriqib kutgan paytlar yetib keldi. Albatta bizning bu sahnamizda yana o'xshamagan mayirlarimiz o'zlarining har xil uslubdagi naqshlarni biz uchun sunish oldida turibdi. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi bizning bu qadimgi programmamizning tajdorligini oldi. Bu shirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu programmamizni Şinjan Aylinaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programımız bilen Şinjan El-Nuri Yezigilik Fen Texnika Teraqqiyot Çeklik Şirketi stratejilik hamkorlashgan. Sizlarga köptün köp rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol guruhi tartuq yurishlik kolalari programmamizni alayda qo'lladi. Köp minnatdormiz. Qadrli do'stlar, badam lavi aptitali Şinjanlıqlarning mahorat ko'sti supsi. Darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan badam lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida mi ko'ra olasiz? İsrapçılıkqa qarshi turish har bir fuqaroning majburiyati. İsrapçılıkqa qarshi turishni o'zimizdan boshlaylik. Sen birden yüzünle dap-tak kılıp yerine qarab tursan bo'ldi. Bu inimiz bilan bir ish qilsak, texmi yaxshi naqshlarni qilib ketgidekmiz deb o'ylagan o'yda men o'rindiq aylandim. Şu bütün bedenimiz, şu muzikimiz her günü meşgalatda, ciddiyalet işlep duruş gerek. Başqacharak maqtasam mı bo'ladi, o'xshamaydigan qilib. Biroq ko'p maqtashdan men amaliy sen bilan hamkorlashib Endi bugungi mushu hozirgi vaqtdagi mushu tanlashing endi bu Ipak yo'li sadosi programmamiz tugagicha emas. Xili bir mezgillargacha sening san'at hayotingga ta'sir qiladigan bir ish bu. Menga bu to'rtli ustozni biroqlam nurg'un bilimlarni o'rgangim bor. Baştaq qilyapmiz. Onun bo'lmaydi. Hozir shu birning dardini tatlagan joyi ama bu. Bo'lmaydi. O'zingning ko'nglida bir san bormi ta? Meningki oxirgi tanlashim Mevlam Mehmet'in ustası. Mübarek bulsun. Mayirimiz Abdujabbor Ali, Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandı. Ovozingizdan munglarga cho'msak, naqshingizdagi bayonlardan tog' daryo, cheksiz jahonni bir kezib kelgandek bo'ldik. Kuylarga aylangan hikoyalar muhabbat to'rimizdan o'rin olsa, siz uni kuyligichi qandan bo'ldingiz? Rishtimiz bog'lansin, kuyingiz har dillarda qolsin. Sahnaga mikrofonni olib chiqqan vaqtimda shunda jiddiylik bo'ldi, muzika chiqqandan keyin o'zimning jiddiyligini pasaytib oldim. Ustozlarmi to'tilisi menga o'rildi. Mening eng xursand bo'lgan yerim ustozlarningki mening naqshamdagi ketkizib qo'ygan kamchiligimni emas, meningki tirishchanligimni, ortiqchiligimni bayqagandan bak suyundim. Bundan keyin texmi tirishish, texmi alg'i besish, ustozlardan texmi zo'r bilimlarni elish qaroriga keldim. Abdujabbor shu xotanning kona qadimiy mo'ng ahanglardan birini bizga nihoyat chiroyli hissiyot bilan yetkazdi bugun. Albatta ko'rman do'stlarimizning bildim, mening shu kona qadimiy kuy ahanglarga taqobil turish kuchim yo'q. O'rindiq aylandırmay amalim yo'q. Chunki men o'zim bek yaxshi ko'rman bundaq kona qadimiy naqshlarni o'zimga aytib qo'yman. Abdujabborning shu muzikani bitirib qilish, aytish jihatdagi ba'zi taraflardan men shu ikkimizda bir o'rtoqlik bor deb his qildim. Ta'limga Abdujabbormi to'rt ustozning ichida meni tanladi. Meningcha shundoq o'rtoq nishonliklarning tepishqini yaxshi biz keyingi yo'llarni yaxshi mangalaymiz deb. Adaş işletkenin qaysi attir, nimada pez puraydı? Ben attır çeşmedim. Sedef'nin Warstar markasındaki lav sırxım şunda puraydı da. Biz hazır balalarımның onası. Ben İzhar Muhtar, Gulcun Ayesi'den geldim. Bir kelişimlik məqsəd ustazlar bilan görüşüp, ustazlığının haqqı bir bilimlerini egellep, özümün jari qıldıralıydıgan bilimlerimi jari qıldırıp, özümün hamayanlık qilib, özümni
özümde bir sınap bakmakçı olup geldim hem de. Ben burundullamda sanatga bek iştiyaqım barçı hem de. Tug'ilib cho'ng bo'lsam shu atrofimizda men tug'ilgan yezli san'atchilar bek ko'p chiqqan ekan. Shu ashlarning naqsh muzikalarini anglab, huzurlanib, shuning bilan bu san'atga bo'lgan alohida bir qizg'inlik paydo bo'lib menda. Shuning bilan qizg'in tirishib, mana shu kunlargacha bir necha ijodiyat naqshlarini chiqardim, jamiyatga taqatdim, jamiyatda alqishlarga erishgan bo'ldi. Bu da navbatda shu mana shu İpek yo'lining 4-qarorida kelib, barliq ustozlar bilan ko'rishib, yana bir o'zimni bir joriy qildiray degan maqsadda İpek yo'li sadosiga keldim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida serkerdilik rol oynayotgan Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi mahirlerimizga omad tilaydi. Ballarımның anısı Anam tutkan şu üyünü Boldu emdi varısı Boldu emdi varısı Anam tutkan şu üyünü Boldu emdi varısı Boldu emdi varısı Japalani ten tatkan Elleyna oksitkan Japalani ten tatkan Elleyna oksitkan Kir yugan hem nan yakkan Ballarım niyen anısı Kir yugan hem nan yakkan Ballarım niyen anısı Ballarımın anısı Keşitip seher kopkan Atam köğlünü utkan Anam yolunu tutkan Ballarım niyem anısı Keşitip seher kopkan Atam köğlünü utkan Ballarım niyen anısı Japalani ten tatkan Oğlumay tanlar atkan
Kanat emes can kakkan ballarımның anısı Kanat emes can kakkan ballarımның anısı Can anamның varısı Salam hörmətlik əziz ustazlar. Mən Güzel G'oljinoyevdan kelgan İzhar Muxtar bo'laman. İzhar. Vah, acayip izhar qilding-da bu naqshini bizga. Saboqdoshlarni tanlaymiz deb o'tirib, ballarni onasini seg'ingancha vaqt. Naqshi joy, Shuna bular hech ikkilanmasdilar. Her bir qitim ballarimning onasi desang, birisi o'rildi qara. Ballarimning onasi degandikin shu o'g'illar o'rildi-ki buningga. Dadasining gibi bo'lmagandikin Aygül maqitim tuttuğa o'xshaydi. Huzurlanıp ağlap içi kirkit qaptımı. Ey, ancha-muncha chiqib turanglar demidimmi? Bo'ldi. İzhar inim acayip etip edin bu nakşını. Bu nakşını ben anlamaptı ekanman. Bu icatçısı kim bu nakşının? Bunun icatçısı özüm. Özün ama. Tekstimi özüm Yizvaxan. Ahanım özüm işte. Belki yaxşı. Yaxşı. Ayollarning jafosini his qilgan, ayollarni hurmatlagan, Vay yo'q, men gapim tas tugamaganti. Ma'qul. Onundan ensirimsam bu. Aylanmagan ekan. Ondan bu naqsha şu üzən yazğaçqa muzikasını mı, tekstini mi? Endi bu naqshining endi bu tema jiq uçurmaydı. Endi bu ballarımızın anısı aşında öyde ecri en jiq, öyge can koydurulgan. Jiq Allah'da ecri nazarga to'liq ilinmay qoladigan, onun keyinden bazı yo'qib qolgan vaqtlarda andan ravrus qadri bilinadigan. Men 10-15 kun bo'ldi, mush naqshni aytqida ko'p ketdim. Haqiqatan yaxshi bir tema. Bir erkak aytqidak yaxshi tema. Men bek ta'sirlandim bu naqshidan. Qag'ini men seni mush yerda kutaman. Oldimizga birga mangsaq deyman. Qağa ustozlarning gapini anglaylar. İzharcanninki ballarimning anası degan naqshini anglab bek huzurlandim. Çünkü xuddi Mevlancan degandek men bu yaqin arada şu mush pat yaqindilam ayolim ballarimning anası ishlab qilib birinchi septi. 50 gün aldı keyinde ballarimga hem ana hem dada bo'lib baqtimchu. Demek men bu naqshninki mazmuniga bir cho'kdim. Analarning haqiqatan qahramon analar ekanligini his qilib yetdim. Bu naqshiga aprin aytmay turmayman, bek yaxshi chiqibdi. Ta'mimi shunday yaxshi, ahami shunday yaxshi. Biz davomli yana mush sahnada sizni ko'rishni kutimiz, shunga o'rinda qaylandirdim. Rahmat. Zarfkam. Rasma naqsha acayip bir yerlerge kelip abay degandek bizga yaman çöktü zaten. Miş boynumuz kegiş çöktük manaqsha. Yaxshi o'rinda do'qibkan manaqsha. Yaxshi o'rinda oldi. Rahmat. Her qaysi taraflardan bo'lsin, bu naqsh to'g'riliq men onu bunu degan jarayonlar bo'lsa, men ko'rpamni kelgandan keyin asta-asta o jarayonlarni to'liqlab ketaman. Muqim bo'lib ketdimi? Muqim bo'lib ketdimi? Endi tamg'in elib men shu bir suruqlarni tayyor qilyapman endi. Kelgandan keyin endi qolgan azraqlab pishkaylava. Endi Zarfkam yo'l o'xshab qoladi ekan Zarfkam bilan. Pishkanning ha? Bag'chikagich billah. Bag'chikagich shu ancha-muncha bo'lib qoldigandek turmas endi. To'g'ri. Bu inimizning bir daryoning suyini bu inimizning ovozi-chu,
hem ustozga tushdigandek bir ovoz bilan. To'g'ri deysan. Umi bayirib, ba. Mevlam Tushmisimi tushirib yetalaysan-da. Mevlan gap. Ha? Tugmaganmidi da. Me ustoz o'zlari bir deysizlar. Gap bo'lsa. Men shuni demak istadim. Tugdi aldı aşağı bir şey akramiz tugdi ya to'liq. O'tirib qistirib qo'ydigan maqtashlarmi yo'q, azdirishlarmi yo'q, ha? Men o'ch qoldim gap so'z, ha? Bo'ldi. Bunda o'si bo'ldi, ha. Hamda menda o'zim tutib, bunda salmoq qiyofati deyman men. Oxirgi payt bo'lib qoldi zar. Chiqib deb o'tib ketdim bayamni oyoqqa. Aqlli zar unda ishlar. Bu shunchalik yaxshi naqshini tanlab sakniga chiqqan odam hamda yaxshi ustozni cho'qim tanlalay deb ishini men o'zininki yo'lini bilib epma olaydigan. Bu deganim hargiz yana bir ogohlantirish. Menli yaxshi ustoz emas. Hammamiz o'zimizga xos ustozlar. Hammamiz yana bir gap mening shoarim shu, bu san'at shaydolari uchun xizmat qilamiz deb o'ttirgan ustozlar. Shuni to'g'ri tanlalaydigan ishni. Tashnametning bizdan birdan bir ortiq yeri il daryosining suyini ichib Ben jutning daryoning faqat gapi bo'lmadi, g'o'pi bu yerda bo'lmadi. Ya su ichgandan keyin cho'qimashda Ya sen ovoz chiqarmay ichib qolgan so'lim bu aka. insonchilik. Poldon qilib suv ichgan bo'lqinglar sen. Ya o ina. Deyasizmi? Biz poltonlab tushgan chog'larda izarlar tug'ilmagan bo'lishi mumkin. Biz ham Lekin sizlardan keyin bular tushganda. Ya tushgani aniq. Biz daryoga chiqib qolganimiz aniq. G'op-g'opmi aniq bo'lib ketdi, ishki bo'ldimi aka? Aniq bo'lib ketdi. Mushu g'op-g'opmi aniq, poldongmi aniq? Poldongmi aniq, g'op-g'opmi aniq bo'ldi. Ham ustoz aniq bo'lib ketsin bo'ldi. Shu yerga Aniq men bijmi deyolmayman. Ashiri keldi hozir suhbat. Kim bular? Ben shunchalik so'yinib qoldim. Ayolingizning hozir o'ylayaptim men. Mushu naqshini o'z vujudingiz bilan mushu sahnada, cho'ng sahnalarda aytganingizda ayolingizning yuragi qanchalik dukullab sep ketdi. Bu ayollar mas'uliyatimiz bek ig'ir. Bir tarafdan bola qaramasak bo'lmaydi. Bu balani tarbiyalab o'stirish, ham jamiyatga bir yaramli odam qilish bu bek cho'ng mas'uliyatchi. Hem özümüzün xizmetini qilmasak bo'lmaydi. Xizmetimizni yaxshi qilishimiz kerak, ota-onamizga yaxshi bola bo'lishimiz kerak, yo'ldoshimizga yaxshi xotin bo'lishimiz kerak, bolalarımizga ulgu bo'lgan yaxshi ona bo'lishimiz kerak. Bizning vazifamiz bek ig'ir. Onun üstü bu öyünün xizmeti, öyünün işi tügümeydiğen ömürlük işçi. Qısınız tügümeydiğen, ayığı çıkmaydiğen hem adamlar görmeydiğen xizmetçi bu. Lekin siz mush ayolingizning jafosini ko'ribsiz, bolalaringizning mushu ayolingizning beqish jarayonida tatgan butun inchki jarayon, javr, jafo, mushaqqatlarning hammani his qilibsiz. Ham mushu tuyg'ungizni tekstingiz orqali, musikangiz orqali, ovozingiz orqali bir mukammal asar qilib ro'yobga chiqaribsiz. Men shuncha xush bo'ldim. Rahmat sizga. Ayollar vakolatan sizga rahmat aytaman. Rahmat. Ha, bali. Bolalar sizlar o'ta o'ylanmagan bolami o'ta deyish baqaydimi? Aras müşahirlarni tutmaymiz juma. Mening bilishimcha qaranglar. Bu naqsh chiqqili oz bo'lgan 2 yil bo'ldi. Shunday bo'ldi. Nimishqa desa, men davomli shu ini singillarimga deb turman. Bolalar chiqargan naqsh muzikaning yaxshisinimi, yomonini hammani anglayman. Faqat endi bularga o'zimiz inkas berib bo'lmagan bilan biz davomli anglab yurimiz. Mening anglagan vaqtim 2 yil burun. Men şu idarada bir kiçice cibar bo'lganda, şu indi sing'illarimizning yangi chiqqan narsani hammani anglab, shu vaqtida yangi taqatqa vaqt anglagandim. Erlar tarafidan ayollar kuylanganda qanday kuylash kerak? Endi bu banasi. Hammamiz da'vatimiz ayollarning xizmati intayin ig'ir, o jafoliq. Unaqimiz bo'lmaydi buni. Buni qanday bir tarafdan yo'rsak boshqalarga, ya'ni yangi bir tuyg'u ato qila oladi deganda, shu yigit bolalarimning onasi deb menda bir başqacha bir fikrda yangilik bor. Tatiyotgan jafo mushaqqatlarni garchi davomli so'zlab kelayotgan bo'lsak-ma, bunda bir yangi bir fikrda ifodalabdi-da bu bir. Ikkinchisi bu yigitning ahangimi chiroyli qilmisi ham kelgan. O'zi men o'ylab qoldim, bu o'qigan qaysi kasbda o'qigan bo'g'iydi? Men 9-sinfgacha o'qigan. Oila boshqa kasblarda o'qimagan ham, dehqon. Qandaroq izhorma va
seni medhiyeleştirimiz. Yaradı sana. İzharlarımız qandaroq? Bek yarab eshib ketdi. Bek belem buldu ki dememse. Bek belem buldu ki desem. Rahmat ustoz. Endi biz hozir shundaroq fikr qilishaylik. Ustozlar xohlaydi seni. Ko'ngli tatiyotidi o'z gruppasiga a'zo qilib akirishni. Navbatni sen beramiz. Sen oxirgi qaroringni chiqargin. Yana ko'ngil so'zlaringni kelarki sahnalarda taqdishib olmasa. 5 yil ustoz naiti mening qalbimdan naiti isil ustozlar bir-birsinglarda isil bir-birsinglardan saviyalik lekin hammanglarga bek hurmatim bor mening oxirgi tanlashim Yaxşımısınlar köpçilik, mən Abdullah Abdurrahim. Yuqum ahvalidan şunu bayqadıq ki, adam bədəni üçün ən mühim bolğunu yanılı immun gücü. Əməliyyatda immun gücünün yuqur buluşu salametligimiz üçün ən yaxşı doğru hesablanır. Andaqda teri adam bədəninin birinci müdafiə sepi buluş sübütü bilan onun immuniti qandaq götürülüdü? Əməliyyatda aktiv bakteriya öz rolunu cari qıldırıvatıdı. İlmi tədqiqatlardan bayqalışca teridagi foydali aktiv bakteriya terini gücləndirdi. Terini tazlaydı, yallıqqa qarışdırdı, nemlik saqlaydı. Qani endi biz aktiv bakteriyaga to'yingan teri bilan aktiv bakteriya kamchil bo'lgan terini selishtirib taqaylik. Ko'rilishqa bo'ladiki, aktiv bakteriya terini texmi yosh va sog'lom qiladi. Shunga terining kasalga qarshi turish kuchini oshirish uchun teridagi aktiv bakteriyalarni to'liq saqlash lozim. Dünya yulduzi aktiv bakteriyalik cho'lpon mahsuloti. Yoshlik faslingizning yorishig'i, muhabbatlik turmushingizning guvochisi, ehson to'yliq kostyum burunqilari. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologik Rayonda Xalqaro ISO süpat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri İnsan üçün ən bexatar muhabbetlik güzel makan öydür. Muhabbetlik öyle. Dükkan, talla bazar, soğudu noktaları dal Şinjan'daki çoğun iqtisadi gavda Aylin Az guruhining Aylin ordisi öymülük taraqqiyat çeklik şirketidan keladi. Aylin Az guruhi Aylin ordisi öymülük taraqqiyat çeklik şirketi. Bugun kimning taomi o'xshidi? Bir sinab ko'ray. Albatta mening o'xshaydi. Nima? Cho'qim mening. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Vah! Qaydo yurish tetitqusi bo'lsa, kimning tamoqi o'xshamasa, kimni ahmoq qilasizlar? Qaydo tetitqusi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetitqullari. Öyümge berip, sandıklı ekip, moçenli koyup, koçenli elep, bazaga berip, partuklu elep, saklakan mısın dep, tizlikte kaytıp, ağızlı ekip, keni için mihmalla desem, kola bulam şunda bula, dep bulap, hece koçkendeydi. Kola bulam şunda bula, tartık kola. Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi kompyuterda kiyimlaylash, oliy daraja kiyim-kechaklarni kesish, tikish tajribasidan mo'lliqiga asosan mush kasbga qiziqadiganlarni yuqori texnika bilan tarbiyalaydi. Ozoda muhitda uskunlarning yangiligi, dars metodining va kasbiy saviyasining yuqoriligi bilan yil bo'yi o'quvchi qabul qiladi. Hammamizga tanishib bo'lgan Ablatmichi Talba sizning kasbiy aloyidligingizga asosan dars o'rinlashtirib, tez o'rganishingizga asos soladi. O'rni Urumchi shahar Janubiy Ozod yo'li Buloqbesh ko'chasi, Sanshxonza Sibiy So'd sariyi 6-qavat. Şinjan Talba Kasbiy Tarbiyalash Maktabi. Mevlam muallim. Keşikli seher kokkan vatan köyünü utkan anam Mübarek olsun. Mahirimiz İzhar Muxtar Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandı. Sahnimizga yurak sadaringizni elib kelib, ustozlarning yoqtirishiga erishdingiz. Sizga yana davomliq omad tilaymiz. Ama 4-cü qararlıq İpek Yol Sadası'ndan baş sahnesiga chiqib azimdan ayta hayajonlandim-chi. Ustoz o'rildim men uchun. Bak o'diqib ketdim.
bu yerda o'zimning ifodasim toza yaxshi bo'lmadi deb o'ylayman. Shunda bo'lsa-mu, shu ustozlikqa yardım. Shunga bu da Mavlon Mamtin ustozni ustoz tutib, yenib tushdim. Endi buning bu yog'ida texmi tirishib, texmi yangi natijalarni qo'lga keltirishga texmi tirishib. İzarning bu naqshini men bek yoqtirdim. Mayli tekst ijodiyati bo'lsin, mayli melodiya ijodiyati bo'lsin, mayli naq maydondagi aytish bo'lsin, yaxshi bir naqsh bo'libdi. Temasi alayda yaxshi tema. Ondan izarning aytishimi puroqlar joy-joyga borgan, aytilishi nafs. Albatta bunday naqshlarga o'rilish kerak, tanlash kerak, talashish kerak deb o'ylayman. Muhim faaliyetimden bir suatı kostyumlarımın tayini kalmaktı. Tordu görsem tordu mu tayini yok. Bırak yeni kostyum alsam burada. Unda olsam şu mötörlü elzok'un kostyumlarına ne de şu bedenin güm yarışıdı, süpetlik, basın muhabbet bunu. Bir bakalım da o. Yani Bital naqshini anlab baqili, bu Bital naqshimizning ismi yoqtirib qoldim. Mening ismim Abdurahmon Tursun. Naqsh kasbi bilan shug'ullanayotgan 10 yil bo'ldi. Yurtim Qashqar maktabdan hozir Xotanda naqsh kasbi bilan shug'ullanyapman. Naqsh kasbiga qadam tashlashga birdan-bir turtki bo'lgan naqsha 2000-yillarning beshida Abdulla Abdurahim ustozimizning Hayot Lo'nqisi degan naqshni anlagandan boshlab naqshga bo'lgan o'tda qiziqishim hozirgacha davomlashtirib kelyapman. Mush fursatdan foydalanib 4-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasida o'zimning eng yorqin mush naqsh kasbida eng yorqin tarafimni joriy qildirishga tirishaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizdagi har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Renglenip pişkan Anarını yaktırıp kaldım Otunda külütün canan Yanarını yaktırıp kaldım Otunda külütün canan Yanarını yaktırıp kaldı. Şamanlar söysin benzinge Çiçekler renk küldü Ey Bığında amrığındı sen Baharını yaktırıp kaldı Bığında amrığındı sen Baharını yaktırıp kaldı Muhabbet bağlıdı kalbim Kaçan ki eğmenip sendim Gılımni şıkletip gülsen Azarını yaktırıp kaldı
dilimni yig'latib kulsang azarni yoqtirib qoldi yuragim chak bo'ldi seningga bog'lanib qoldim qachonki xumar bo'ldum uningni yoqtirib qoldim qachonki xumar bo'ldum uningni yoqtirib qoldim Alam ben, rahmat. Malını eli velanla vaxtıda eli barını insanlı yok değil ha, Allah. Yuragim chak bo'ldi seningga bog'lanib qoldim seningga bog'lanib qoldim qachonki xumar bo'ldum uningni yoqtirib qoldim uningni yoqtirib qoldim uningni yoqtirib qoldim qachonki xumar bo'ldum uningni yoqtirib qoldim uningni yoqtirib qoldim Alamet iş oldu. Yaxşımısınızlar ustozlar. Mening ismim Abdurahman Tursun, o'zim Makit, Qashqar Makit noyisidan keldim. Bu yil 27 yoshga kirdim. Nima ish qirding? Bo'pti, 27 yoshga kirgan bo'lsang da yaxshi, Abdurahman. Mo'minjon aylandiga ko'rdingmi? Ko'rdim. Naqsh etib ko'rding ha? Ko'zni ochmay o'tdi dema aylanga o'tdi debdimi? Ko'zni ochmay aytib birozdan keyin Şu bu inimninki asli ovozi yaxshi kelgan. Ha, yaxshi kelgan. Ovozi His yaxshi qoldi. Qanday yerdan ketib qoldi? Ovozim qayib ketdim keyin deb qoldim. Ma 3-kubletning shu yetkizdigan yerda ashada ovozingda qisilish bo'lib qoldi. Bu nima sababdi? Buni birinchidan sal jiddiylashib gelim qurib ketdi. Ha. Asli yaxshi ola oldim. Raxti yaxshi ovozniki. Ha? Kelib chiqishi yaxshi. Kelib chiqishi yaxshi. Tigi yaxshi. Estirma. Estir yaxshimi? Material yaxshi. Material desak to'g'ri. Odat yaxshi aytayotgan bu naqshni, ha? Ha. Mo'minjon bo'ludiki. O'zingga. Ash naqshni boshlagan vaqtlar nayt muqim bir to'liq bir ovoz bilan boshlandi. Buningki qolgan taraflarini biz o'zimiz ketverib deyishvalimizga unda. Ma o kebab go'shtni jiqaydigan do'landek turdi. Bu g'ir kebab go'sht yeydigan do'lanlik qilishgan. Bak yaxshi aytdi. Bu Abdulla akamning keyingi nusxasini anglabdi. Keyingi nusxani. Shu men tekstil xato aytib, boshqa narsa tekstil silib olgandek oldim ya. Yomon chiroyli aytdi bo'lmasa. Mushunda aytadigan bir nusxasi bor. Ha, men uni olmadim. Burun bu ballaningki birdamda mush nusxasiga kelib bo'lishi yangiliklarga samavlab turayotganligida ba'zi yerlardagi tuproqlarni oddiylashtiribyapti. O'zi. Lekin ololmaman desam, oladi tuproqlarni. O'ziga tushliq qilyapti-ku. Ideya bor, Ideya bor. Meningcha men naqshlarimni tanlab baqsam aytalaydigandek tuyuldi-ku. Eng muhimi shu sen degandek material yaxshi. Material yaxshi. Buni tarbiyalasang bo'ladi. Bu inimning. Yana Mo'minjon ustoz bilan jiq ma'noslar bu yo'lni. Shunga qolgan gaplaringlarni sizlar yo'lda bag'icha deyishinglar. Texmi tirishib, texmi yaxshi naqshlarni aytishinglarni umid qilamiz.
Abdurrahman. Rahmat ustoz. Abdurrahmanda umid bor. Muborak bo'lsin. Mahirimiz Rahman Tursun, Mo'minjon Abdikim Al-Nuri gruppasiga tanlandi. Her naqshining o'ziga tushliq mungi bo'lganidek, her naqshchining puruqi o'zgacha. Naqshingiz orqali muhabbatli qalblarning yurak tarisi chekildi. Sizga mu omad tilaymiz. O'zim o'ylagan naqshamni ancha yaxshi aytolmay qoldim. Ammo tunji qatim shundoq cho'ng sahnalarga chiqib chiqishim bo'lganligi uchun ozroq savalliklar ko'rinib qoldi, lekin yana shundoq bo'lsa-mu Mo'minjon Abdikim ustoz o'rildi, buni bek xush bo'ldim. Bundan keyin texmi tirishib naqsh kasbida texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tirishaman. Rahmanjon Tursun Abdulla ustozningki, Abdulla akamningki yoqtirib qoldim degan naqshni musobaqaga tanlab akapti. Ham o'zimi bu naqshni egallashda nayt yaxshi egallagan deb qarayman. O'zining tuvan ovozini ishiltishi intayin atrofliq. Puroqlarni joy-joyda ilib mangdi. Bu inimizning keyingi bosqichlardagi ifodasining yaxshi bo'lishini umid qilaman. Mushu do'stim tushib bo'lganda, qo'saq oshxona tanlash bek tashkilotchi. Nega berib bersa? Nemisini taslaysan? Berib aylanaz ko'rayman, aylanaz tamdirib berib, bevitim. Qo'saqni to'ydi, muhitim yaxshi. Bo'ldi. Miyada yana bir naqshni aytgan polvonni. Zilola. İsmim Ekrem Erkin, yurtum Aqsubay. Sinifda har xil faoliyatlar bo'lib qolsa, o'tirib chiqib shu savollashlarimni naqsh etmagan shu vaqtlarimni hozirgacha eslayman. Keyin ota-onam mening shu naqsh etish, muzika jihatdagi alayliklarimni bayqab, meni qo'lladi, har xil muzika kurslariga berdi. Keyin to'liqsiz o'tir maktablarni bitirib, Shinjon san'at sho'yaniga o'qishga keldim. Bu jarayonda o'qituvchilarimning yetaklishi bilan har xil uslubdagi naqshlarni ayta oladigan bo'ldim. Xizmat o'rnimdami o'zimningki rolni joriy qildirib kelyapman. Bu qitimliq Ipak yo'li sadasi programmasiga o'zimni sinab beqish maqsadida qatnashdim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Yemek-içmek, kiyim-kechak, uy-mulk, import mallar so'z qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi mayirlarga omad tilaydi. Hayalimda yaşap yürüdüm yegane. Seni dep men akli uçtun bigane. Sana meptun hatta kökte ilale. Zilale Zilale, zilale Sana meptun hatta gökte ilale. Zilale, zilale, zilale Erdeyu keç köst germen yolunga. Kilip kalsam gül tutar men kolumda. Erdeyu keç
Küstgermen yolumda Kelip kalsam gül tutarmen kulunga Kıynaldı can yol tapalmay yanımga Zılale, zılale, zılale Kıynaldı can yol tapalmay yanımga Zılale, zılale, zılale Belki süygüm pinhan erir dilimde Emma onu çıkarmaysın dilinde Belki süygüm pinhan erir dilimde Emma onu çıkarmaysın dilinde Rahim etkin men şeyda bulbulumda Zılale, zılale, zılale Rahim etkin men şeyda bulbulumda Zılale, zılale, zılale Zılale, zılale Yaxşımsızlar möhtərəm ustazlar. İsmim Ekrem Erkin, yurtum Aqsubay. Hazır Ürümçidə Alihlər Komitədə işləyatıram. Ahalla komitədə. Unda olsa biz muşu Mevla'dan bir nimalarni o'ylab o'rindiq aylandirdi. Bu naqsha, bu naqsha. Zilale degan naqsha. Bizning Abdulla ustozimizning nihoyatda nodir klassik naqshlarning birisi. Hammamiz yoqtirib anglaydigan. Necha yoshga kirding? 24 yosh kirdim. 24 yosh mana. Mening o'sha 24 yosh vaqtlarim Abdulla ustozning naqshlarini shu so'zmi-so'z, tiniqmi-tiniq, puroqmi-puroq shundoq o'rganadigan vaqtlarim. Men senda shuni his qildim. Ovozingning tusi o'zingcha, lekin puroqlar Abdulla akamni xili tatibdi. Men yoqtirdim, men yaxshi ko'rdim. Aylandim. Rahmat mo'lim. Mevlan bundaq aytganda bir fursat berishini to'g'ri deb qoldi. Buningdan yaxshiroq aytmasak bo'lmaydi bu naqshni-chi. Tirishma. Kelar qatimda yana ustozning yetakchiligida yana qanday topshiriqlar berildi? Ovozda shunday bir benormalliklar bor. Buni balkim Mevlan bayqagan bo'lishi mumkin. Shunga bu yaxshi fursat bo'ldi. Texmi tirishib budoq sahnada eng yorqin, yo'riq holatda o'zinglarni ifodalashinglarni umid qilamiz. Ma'qul, tirishma. Kelar. Xiyalımda yaşap Mübarek olsun. Mahirimiz Ekrem Erkin, Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandı. Naqsha yürekning oziqi. O'rlug'chi bo'lsa, uning doktori desak xato emas. Liriklar nurg'un qalblarning hamrohidir. Lirik kuylaringizdan muhabbatga tashna qalblarning tevishlarini sezgandek bo'ldik.
Sahnede hazır düştüm. Sahnede hakikaten ben ciddileştim. Ma hiç qaysi ustazlar öğrenmey kalarmı deb oylagandim. Lekin ahırda Mevlam Memtim ustaz men üçün orunduq aylandırdı. İntayin hoş buldum. Bundan keyingi müsabaqalarda Mevlam Memtim ustazniki yetaklichida texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tirishaman. Bu Akram inimizning aytgan bu zilola degan naqshi bizning bosh ustoz Abdulla akamning yuqori saviya, to'liq hissiyat bilan aytib, bizning butun diyorimizga bildirib o'tgan naqsha. Endi bu naqshni sal tavakkul qilib xatarlik tanlab qopdi. Endi naqsha aytish jarayonidami ancha-muncha ba'zi inchik piroqlar jihatda endi ancha-muncha nuqsonlar bo'ldi. Meningcha bu endi bir quloq ko'rmagan ovoz sharoitida yuz berish mumkinchiligi bor. Normal doiradagi savallik deb qarayman. Meningcha Akram inimiz yetaklab o'rtaq bildirmashga arziydi deb o'ylayman. Men shuning uchun o'rniq aylantirdim. Qolgan yo'lni biz Akram bilan davomli bildirmoqmiz. Men qalb dasturxonimni tatliq tamda bezashni unutmadim. Ajrimning ma'nosi qimmatli bo'lgan egaligimga go'zal, hashamatlik tez tamoqxonamga gul keltirib, aylin az taomlarni vujudga keltirdim. Hunar san'atga muhabbat qo'shib, aqlimizga mehr qo'shib bitgan yuzlagan taomlardan mehmonlarim rozi bo'ldi. Keling do'stim, aylin az taomlarda men sizni kutaman. Bo'lsa gar esil taom hayotda kulli bayram. Aylin az taomlari, aylin az. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologiyalik rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Telefonlarda izlash borda, izlash o'z tarjima qilgan kinolar. Torda birdan bir qo'yish huquqi ega sarxil programmalar. Tunji edib Bishkoy, kelar kaydan boshlab kunligi 5 mocha. E'lonsiz, qatmay chiqadi. Izlash kinoxonasi mazmunining taqatqanligi haq berildi juma. Qaydo yağmurchining huzurini yeganda bilasiz. Uyingizda qaydo üzülmesin. Qaydo yurishlik yağmurchilar. Taşkın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqimga madad. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Vaa, yani şehrin tem yalqazan yürüyüşteki yemekliklerimi bakan emasmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri raslı bek şehrin. Şehrin tem yurishlik yemeklikleri. Yipek yolida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan mo'tivarni tanladim. Mening tanlashim yanada mo'tivar. Mo'tivar kimdir? Mevlan caz deydi-ku. Onlayla aka. Cazdan anlap bakayla. Men mi sensiz yaşaya alayman? İsmim Mehmetçi Adla. Kichigimdilla, şu dadam Seypon Boğaşqa atrapı nurgun şagirdlar bati. Men şu şagirdlar daim naqsh muzika anlatlam, ish qildigan Boğaşqa. Men şu muhitning ichida o'sib bitildim. Hem tabiiyla menda bu san'atga bo'lgan ishtiyoqmi shu vaqtdan boshlangan desam bo'ladi. Keyin mush qiziqishimning ko'klish tufaylidan o'zim tanlagan kasbimni san'at maktab qilib tanladim. Afsus shu vaqtdagi iqtisodiy qiyinchiliklar tufaylidan o'qishdan chekinib, keyin u yerda bu yerda ishlab yurgandan keyin mushu sohadagi kishilarning to'piga asosda singib tunishib ular bilan mush kasbni u yerda 5 yil qilgan bo'ldim. Men hozir Şinjan bir xalqaro savdo cheklanish shirkatining qurg'uvchisi. Shirkatimiz maxsus bolalarning sap paxtada ishlangan mahsulotlarini bozorga solib, iste'molchilarning qizg'in olqishiga erishdi. Şu jarayonda ham o'zimning kasbimni tang etmayapman. Bu qatimki
İpek Yolu Sadası programmasıga qatnışıp özümnің ilgirki oylagan qıpılamayotgan sanat jihatdagi ishlarimni muşunun bir yaxshi bir boshlanish bo'lib qolgan sübtida mush programma qatnashdim. Mush programmada bo'lsa özümның iqtidorini yaxshi joriy qildirib, ustozlarning menga yaxshi baho berdiginiga ishonaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Kemilik qo'shilmadan xali bulg'angan, havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz ham ashyodan xali, ozuqdagi kuyishdan xali, al-nuri 5dan xali, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi. Yazmay qo'yg'in kelmas xetingni minma bo'ldi chopmas etingni Yazmay qo'yg'in kelmas xetingni minma bo'ldi chopmas etingni Ko'rsatmay qo'y sebeplerini Men bu sensiz yaşayalayman Ko'rsatmay qo'y Kilmende baharım ketdi Xazan pesli güllegi yetti Dertlerini kimle biletti Men bu sensiz yaşayan Dertlerini kimle biletti Men bu sensiz yaşayalayman Sensiz yaşayalayman Kiliverse alem bu başka Men bu sensiz
yaşayalayman. Bu başka men mu sensiz yaşayalayman. Kili verse elem bu başka men mu sensiz yaşayalayman. Men mu sensiz yaşayalayman. Salam ustozlar. Yaxshimsizlarmi? Shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Ismim Mehmetcan. Hozir tijorat ishlari bilan shug'ullanib, vaqtincha ayrılgan sahnadan qayta qo'lga ilish maqsadida qayta kelishim. Hey, yaraysa yigit, Mehmetcan. Bir mezgil bu ish bilan shug'ullanmading? Yo'q. Necha yil bo'ldi? Hesapda 2012'dan boshlab. Uning oldida aslida muzika bilan shug'ullanayotgan. San'at maktabiga 2004 kelgan. Zayn Sablat ustoz ma'lum shundaq yaxshi bir qo'lliq o'zi tarbiyalagan. Keyin adam bilan ishkilimiz tang o'qiyotgan bo'lg'achqa oilaning iqtisodiy yuki faqat onam bilan qarashli bo'lg'achqa men sal o'zimni bilib turay degan maqsadda 2-yildan boshlab chekinib boshqa ishkir o'lkalarga chiqib o'zimning mush xizmatini qilib Shinjonga qaytib kelib mush xizmatni qilib yashimiz ma'lum bir bosqichga yetib turmush bo'lgandan keyin o vaqtlarda bizning o'yinning sharoitlarida bir iqtisodni qamdab ketish uchun uning bilan tayinib qoldigan iqtisodiy kirimimda unchalik pek emas deydi. Shundan keyin tijoratdan yo'lga kirib qoldik. Shu munosabat bilan sendan bir mazgil ayrılgan bo'ldik. Lekin hozir ishlar bir iziq tushib, ko'nglimiz deb yana shu o't ishtiyoq bilan yana bu sahnaga qayta yenib kelishimizdi. Ajoyib yaxshi bo'libdi. Bu naqshini abay men bu yerda mavzusi qarsam menmi sensiz yaşayalayman deb turibdi-ki. Men bu men aytgan naqsh shu bo'g'imiti yo degicha kayni qarsam jaz uslubda dedi. Naqshini angladi. Naqshiga pauz kirgichimi demal es qilib bo'lmadim, ammo naqshi kirgan chaqda 2000-yil aytgan ekan bu naqshni. Aytgan naqshdi. Bu inim naiti chiroyli aytdi naqshini. Men bunday mo'nlib anglab bir asarlarni chiqara olaymiz degan umid bilan siz tarafga turib aylandim. Rahmat. Yaxshi utuq bo'lsin. Kela. Yazmay qo'yg'in kelmas. Muborak bo'lsin. Mahirimiz Mehmetcan abla Taş Muhammed Batur ayının az grupsiga tanlandi. Öz kasbimizga qo'ygan savollarimizga mana shu sahnamizda yaxshi javoblarni topyapmiz. O'zimizning qanchalik tirishqanligimizni bu sahnada tunyapmiz. Ustozlar yaxshi taklif baho so'zlarini ayamay dilimizga huzur sunyapti. Bunda programlarga balkim tunji qatim qatnashganligim tufaylidan bo'lishi kerak. Hozir ko'pdir jiddiylashish, azroq tamtirash degandek alomatlar bo'ldi. Lekin shunda bo'lsa-mu barcha kuchim bilan eng yaxshi aytishga tirishdim. Oldi bilan o'zimning Taş Muhammed ustozning guruhiga kirganligimga shu sababdan Taş Muhammed ustozga rahmatimni bildiraman. Yuqorida
Orundagan men mi sensiz yaşayalayma degan naqsh. Endi bu naqshimniki ijodiyatim bo'ldi. Buni Mehmetcan inimiz nayt yaxshi o'rindir dedim. Mayli uslubni jaz uslubga o'zgartib, yangicha bir qiyofatda chiqama deb turishibdi. Ama inimizniki o'rindishi, ovozi bo'lsin, har tarafdan meningki tanlash o'lchimim ishli bo'lganligi uchun gruppamizga inimni tanladim. Adaş Slonoyda bir qancha qo'rim bilan guruchdan qiymaydimi? Aldan qatim bizning oyda qaydoning dufudet qislangan qo'rim tilingni kelib qoldi ekanda. Tilimi uchirilib turdi. Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta program gruppasidan ait katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat şirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Onun başqa ikinci bo'lgan mahirni Şinjan Aylınaz Groyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Şinjan Elnuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyotchilik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Mas'uliyet şirkati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Demek mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga şirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Voy adashqara tartikolasini setib meni bir mukofot chiqibdi. Hayron qolma, men har qatim tartikolasidan birini setib olsam bir mukofot chiqadi deydi. Adaş bu naqshlarga ajabchi qadam xat yozdik-a. Oşunculardan tulumdasın ne? Sen madaş kunde badam bevas tartıştı. 3-4 saat muqim oturup bevas tartış qilib baqa. Tunumaydigan adam turib ketdi arkadaş. Men tushiribsam bo'ladi. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartiq yurishlik qo'lolari mahirlarga omad tilaydi. Teşna yürek senden küter obdan cevapni Kolum uzat koynunga al bağri kavapni Teşna yürek senden küter obdan cevapni Allah ben deydi. Oyna. Köymedi demsen yar minik Kül buluşning o'rni yo'q Köymedi demsen yar minik Kül buluşning o'rni yo'q Kuyib kül bo'lgan Şu yürekке su sepişnin o'rni yo'q Kuyib kül bo'lgan Şu yürekke su sepişnin o'rni yo'q Mana almasak bo'lmaydigan
yaxshi naqshchi mana bu. Ur. Qaraman sen usullarni. Yar bilan esam şarap, içsem şarap. Bir piyola to'lmadi. Yar bilan esam şarap, içsem şarap. Bir piyola to'lmadi. Aldırab bergen ko'ngilning jonim ey, etvari bo'lmadi jonim ey. Aldırab bergen ko'ngilning jonim ey, etvari bo'lmadi jonim ey. Gül gunca, çimen gunca, gülzarda tümen gunca. Ekrandan ko'rsam alamet ko'rdik. Gül gunca, çimen gunca, gülzarda tümen gunca. Gunca güller okşamdı, bizning yar divan shuncha. Can, bizning yar divan shuncha. Guncha güller okşamdı, bizning yar divan shuncha. Can, bizning yar divan shuncha. Atası ölmegen kim var? Anası ölmegen kim var? Atası ölmegen kim var? Anası ölmegen kim var? Atan-eden ayrılıp musafir bo'lmagan kim var? Musafir bo'lmagan kim var? Atan-eden ayrılıp musafir bo'lmagan kim var? Musafir bo'lmagan kim var? Yar seni panatadı canım ey, ayvanın diyadayım. Yar seni panatadı canım ey, ayvanın diyadayım. Olta güllük alemde senin derdini tatayım. Olta güllük alemde senin derdini tatayım. Ey hasret çektim, oy yar ne sevindim. Ey hasret çektim, oy yar ne sevindim. Yarni seg'andim.
Anam. Hissiyat öldürdü amılıkini. Aldı bilen yana bir qitim şu 4-nji qarar Sadaf Sodichaklik Mas'uliyat şirketi tajdorligidagi Ipak yo'li sadasi programmasining 31 numurluq mayiri Nijat Vali Yaqub Bulusufti bilan barliq yetakchilarga oliy ehtiromimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Lekin rost gap qilsam, haqiqatan sahnada bir riyosatchi obrazida turish bilan naqshchi obrazida turish bu haqiqatan o'xshamaydigan bir ikki xil tuyg'u ekan. Azaldan san'at degan so'zning ma'nosini tigini tushunmay kelgan bo'lsam, naqsh aytayotgan paytning o'zida san'at bu ko'rganlar odam italmaydigan, balki sizlar italaydigan, biz faqat huzurni oladigan bir kasb bo'lganligi uchun man'at emas, san'at deb atilibdi. Hammanglarga ehtiromimizni yo'llaymiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Gaplaringdan oylanayda saqam, ey. Nimancha ustasan? Nimaga? Naqshdan gapi bo'linadi aka. Ha, ma'qul. Endi sen naqsh to'g'riliq birdan maqtaylaman. Endi-chi qara. Sening ovozing bizga hammamizga tunishlik emasmi? Aytdi. Yaxshi, men shaxsan bak yaxshi ko'raman sening ovozing. Shu Uyg'ur yigitlarining shu ovozining bir obrazida hisobda. Bek qadrla bu ovozni. Bo'ldi aka, rahmat. Men naqshi aytgandan bo'ldi, shu naqsh degancha qara, ashtaraq es bo'ldi uni. Rahmat. Bu to'yg'iliq olmagandan bir chiroyli o'zingning ovoz doirasida shuncha chiroyli munbadingda bo'ldi. Rahmat ustozlar. Programmamiz sizlarningki tabarruk tashrifiy qadamlaringlar bilan ham shunaqla keng to'rdosh do'stlarningki qo'llab-quvvatlashi bilan ajoyib yaxshi kayfiyatda ilib berilyotdi. Garchi men bir naqshchi bo'lmasam, biroq sizlarningki ta'siringlar bilan, sizlarning tarqatayotgan aktiv energiyaringlar bilan, naqshiga san'atga bo'lgan ishtiyoqim bilan yosh talantli ijodiyatchi, naqshchi do'stim Keremjon Muhammad Alining akkordlashtirib berishi, shunaqla muzikant do'stlarimizdan Abo Bakra do'stimning gitar o'rlab berishi, Merdan do'stimning skripka berishi bilan asli o'zimni anglayman deb aytib olgan bizning nihoyatda suyimli ustoz naqshchilarimizdan Aziz Mahmud, Rashida, Davud, Gulbahor, Hamud qatorliqlarning mana shu bir yurish Urumchi xalq naqshlari deb atilib qolgan chatma naqshlarni ratlab sizlarning huzuringizga elib keldim. Charchashlik ilkidagi paytlaringizga xushlik ato qilgan bo'lishimni umid qilaman. Musobiqamizning mushuning bilan go'zal tariqada davom qilishini xohlaymiz. Hammalarga ko'p rahmat. Bu ancha-muncha rahmat. Men yomon astoydil anglab tutdim emasmi? U anglayman. Heylik ishkilnima, ammo rost talishma deb bosqandim men. Naqshi 7,5 minut o'g'ashqa men o'ylagan 4,5 minutgacha agarda ustozlar o'rilib bo'lmasa o'zim pastga tushib o'riydim. Ammo men birinchi ulab o'rildim. Rahmat Mo'min aka. Shunda qolganda qo'shkichlik naqshi o'rilsak bo'ldi. Bular. Bek yumshoq ovoz ekan, ammo bek payzi. Rahmat aka. Manda-chi balla. Buning bioyani qo'shilganda men odatdagi naqshchining qo'ldan keldigan ish emas. Rahmat aka, rahmat. Bu sen aytdi. Bo'ldi men. Har bir ko'zi bir dunyoda, mana Nijatningki ko'zidan biz ashundaq bir hissiyatni, shu yulduzlarni, shu bir dunyoni ko'rdik. Men bu vaqtcha abishida boshlagan naqshingiz nima deydi? O chatma naqshalar. Abishi, bir bishi. Başını ittifkam. Bak girdim güller üzdüm. Oy bak girdim güller üzdüm de men ayallarning variantini anlaganda erlarning bunda aytqini ko'mabdi men kayinda o'ltirib anglab, "Vi, erlar ism shunda tatliq, siliq, yumshoq chiqar ekan-ku, nimgan payza" debdi. Biz mumda uzalaymiz ayna. Ayolchi nusxasida itagimga aka, gullarni itki yuzdika, erlar bilikimiz yuzdik. Sizlarga sunish uchun. Bir quchoq. Rahmat ustozlar, sizlarni bugun mushu sahnada o'zimning yana bir qiziqishim bilan ko'rganimga intayin xursand bo'ldim. Albatta, Ipak yo'li sadasi programmasida nurg'un mohirlarga ajr qilyapsizlar. Armug'aysizlar sizlarning amgakinglar bilan bizning san'at osmonimizda texmi ko'plagan yulduzlarning parlashini umid qilamiz. San'at beg'imizda sizlarning sug'urishinglar bilan texmi xushpuroq gullarning ichilishini umid qilamiz. Shular qatorida sizlarga oliy ehtiromimni yo'llayman. Yana davomli riyosatchi o'rnida sizlar uchun xizmatda bo'la olganligimdan o'zimni olamcha baxtli his qilaman. Rahmat sizlarga. Sizga rahmat. Ovozingga dadlanishimda. Undaqda navbatda sahnamizda yana davomli tuvandagi mayirlarimiz sizlar uchun o'zlarining katta nomerlarini o'rinlaydi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin.
Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologiyalik Rayonda Xalqaro ISO süpat ölçüm boyunca ön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dokilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Azade oliy muhit, manzillik taomlar, visol to'ylari, qutlug' asrilik kunlar, eng qimmatli o'zingiz va dildoshlaringiz uchun katta didorlashish manzilgohi Aylin Az guruhi Tianshan Guli restorani. O'zingizga mos, isilligingizga xos joyda hayotning chin ma'nosini his qiling. Shu isil joy dal Aylin Az guruhi Tianshan Guli restoranidir. Aylin Az guruhi Tianshan Guli restorani. Kolaning muzga qangan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik ve qanitsiz tartuq yürüşlük kolaları. Vah, ma bolke ya. Vah, yani şehrin tem yalqazan yürüşteki yemekliklerimi bakan emas mı? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşka teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüşteki yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüşteki yemeklikleri. Çarçıgan közleriniz merdana qadamlaringizni to'xtatib qo'yib Көз асырашқы сәл қараватқаныңызны байқадыңызмы? Ular üçün əhmiyyətlik bir soğu tayarlaş kerakligini oylaşdınızmı? Muvaffaqiyatga azlı qalğanda közləriniz bərdaşlıq berəməyəvatamdı. Dünya yultuzu köz asıraş cəvri türlü köz məsələləri üçün özümüzgə sunğan ən güzel hədiyyə. Səfərlərimiz teximi xatircəm və ravan davam etidir. Bu səbi közlə vaxtıda asırılışı gerek. Şundala ular kelgüsünü iniq görələydi. Əmdi erişidiğiniz çəksiz hayacan və qəlbə. Köz köngülünün əyniki. O yaxşı asıralsın. Onundan işenç balqıb tursun. Dünya yultuzu önümlü köz asıraş cəvhiri. Onda olsa tövəndiki naqşçımızdan təklif qilish növbətimiz Aygül sanımızga berimiz. Rahmat aka. Atam degan bir naqshi aka. İsmim Ekber To'xti. Kichigimdan shu san'atga bo'lgan zo'r ishtiyoqlarim bilan san'at maktabga ota-onamning yetaklishi ostida imtihon berib o'qituvchilarniki meniki badan sharoitimni ko'z tutgan asosda meni usul sinfiga bilib qo'ydi. Men 4 yil usulda o'qidim, lekin shu jarayonda bu naqsh muzikani qat'iy tashlab qo'ymadim. O'qish bitgandan keyin Oqsuv viloyatlik ta'lim naqsh BMKga taqsim qilindim. Shu jarayonda men yana naqsh muzikalarini tashlab qo'ymay, yillik qurbayatli kechiliklarda, chaqaloq kechiliklarda naqshlarimni aytib turdim, muzikalar bo'lsa chep turdim, aytotlar bo'lsa chiqib degandek. Onda boshqa yana o'zimningki bir necha ijodiy naqshlarimni, suratlik naqshlarimni xalqimizga sundum. Ham bir necha yaxshi naqshchilarimizniki naqshlarda o'zim rollarni oldim. Bu qatim Ipak yo'l sadosiga tizimlatib, shu Shinjongdagi barcha o'quvchilarning ichidan shu qatim tanlangan mayirlarning qatoriga kirganligimdan xursandman. Shu Ipak yo'l sadosiga qatnashgan barcha mayirlarga zo'r utuqlarni tilayman. Natijaning qanday bo'lishini qat'iy nazar avval shu tayyorlab kelgan numurimni ko'rmanlarga bir huzur ato qila olsam, men shuning xo'sh, hammalar o'rtaq tirishaylik. Hammamizga yaxshi natijalar yor bo'lg'ay. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizga har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Shinjong Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti mayirlarga omad tilaydi. Atam baradur sözü hikmet. Atam, atam, atam.
gurur vicdan dılga zimmet atam 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 Üzi addi hem merdane atam 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 baradur sözi hikmet atam 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 Kelsimu köp tağdek elem Atam, atam, atam Yükülmeydu cigerlik Atam, atam, atam Capası da bu hayatım Atam, atam, atam Hükümeydu iradelik Atam, atam, atam Çapakeş dünyarım sen Atam, atam, atam Bana bustan gülhanım sen Atam, atam, atam Bulsun saklık, ten amallık Atam, atam, atam Benim şeref şanımdır sen Atam, atam, atam Benim şeref şanımdır sen Atam, atam, atam Atam bardur sözi hikmet Atam, atam, atam Gurur vicdan dılga zimmet Atam, atam, atam Yaxşımısызlar, hürmetlik ustozlar, ekran oldidagi suyumli tomoshabinlar. Men Aqsuv viloyatlik Tarim Naqshlim Meginiki usul artisti Akbar To'xtadan sizlarga o'tliq salom. Akbar To'xta. Usulchika. Akbar To'xta usulni o'ynamay ancha-muncha komediyalik filmlarni ko'rib qolamdik Akbar ha? Akbar To'xta degan men anglab turibman. O'zimniki shu bir ikkital ashtaq qolgan rollarim bor. Men shuni da ko'rib ekanman. Hozir qani biz ahvolni bir kuzatib boqaylik. Mavlan, Mavlan. Voy qanday qilasa menamdi. O'zing qanday o'ylagan? Naqshni bir yaxshi o'qib chiqib ketsam deb o'ylagan. Rahmatligim. Yaxshi aytding, ukam. Shu qolgan gaplarni mana ustoz bo'ldi emasmi hozir? Ta'limim bor ekan, o'zing yaxshi ko'rgan ma'lum aylandi biz Mavla akaning gapini anglab boqaylik. Ondan bu naqshang yurakning beg'ishiga tegdi. Shunga o'rildim. Bu naqshchi o'zingning ijodiyatimi yoki men anglamabdi ekanman. Yo'q, bu naqsha tekstil muzikasi Nazar Ubulning. Chiroyli ijodiyatlarni qildi Nazar. Unda o'z ikkilimizga bir muborak bo'lsinmi? Rahmat, rahmat. Muborak bo'lsin. Boshqa gaplarni turar joyiga borgan kelishinglar. Oxirgi mangimiz birga. Atam
bardır sözü hikmet. Mübarek bolsun. Mayırımız Ekbercan Toxti, Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandı. Keyningizga qarmang, oldingizga qarab davomliq ilgirlang. Bugungi g'alaba buningdan keyingi hayotingizga yo'l boshlovchi mayak bo'lsin. Men bu qatim shu İpek Yolu Sadasi 4-nji qara qatnaşgandan keyin nurg'ulg'an Jiroq yaqindan kelgan savodashlar bilan tanishdim. Ham ular bilan fikrlashib, nihoyatda yaxshi munosabatlarni qildik. Ham shundaqla shu musobaqa qatnash jarayonida ozroq charchashlar bo'ldi. Ham musobaqaga maydonga kirgandan keyin menda haqiqatan jiddiylash bo'ldi. Men nurg'un qatim sahnaga chiqqandan keyin bundaq jiddiylash baxmagan bu qatim ko'nglim kelib qilsam menda ozroq jiddiylash bo'ldi. Shunda bo'lsa lekin o'zimning shu butun hisiyotim shu o'zimning tayyorlab kelgan umurimni bir yaxshi o'rindab tushishlam shu maqsadim bor. Men shunda xursand bo'ldim. Bundan keyin shu ustozning yetaklashida texmo yaxshi natijalarni yaratishga, sizlarga yaxshi zo'q berishga tirishaman. Akbar inimning aytgan bu naqshisi nozik tema, yaxshi bir tema. O'zining otasini yaxshi ko'rmaydigan odam yo'q. Onun üstüge bu naqshning melodiyasi chiroyli, tekis melodiya orqali yaxshi ifodalangan. Odamni ta'sirlantiradigan bir naqsh. Uning keyindan Akbarmi bu naqshni nihoyatda chiroyli o'rindab berdi. Bundaq mayirlar tushib qolsa, mayirlar uchun afsunarlik, mush program uchunmi, hamda mush bizdagi yetakchi ustozlar uchunmi bir afsunarlik ish bo'ldi. Shunga men Akbar uchun o'rindiq aylantirdim. Albatta Akbarning keyingi bosqich bo'lsin, keyingi muzika taraqqiyotidagi ishlar bo'lsin, men bir kishiga yordamini aymay qilishga tayyor. Adaş, bugün bizning uyda xo'goyandaq. Xo'goyli? U yoqda materiallar bormi? Xo'goyadigan bo'lmasa, men Sherintamning materialini olib. Adaş, bizning uyda to'liq deyman. Bizning uyda Sherintamningki xo'go materiallarini ishlatamiz deyman. Uyda bo'lib ketdi degina bu. Gap shu adaş. Taqilib. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi bizden bu qetimki programımızın tajdarlığını aldı. Bu şirketki minnettarlığımızı bildiriş bilen birge. Bu programımızı Şinjan Aylınaz Guroyi alayda talep qilgan sizlarga minnettarlığımızı bildirimiz. Bu programımız bilen Şinjan El Nuri Yezigilik Fen Texnika Teraqqiyot Cheklik Şirketi strategilik hamkorlashgan. Sizlarga köptün köp rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Cheklik Mesuliyet Şirketi programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnettarlığımızı bildirimiz. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guroyi Tartuq yurishlik qo'llari programmamizni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, Badam Lavi Abditali Şinjanliklarning mahorat ko'rsatuvchisi darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan Badam Lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida mu ko'ra olasiz? Adaş, men to'g'rida qat'iy bir yaxshiroq menda bu tarjima filmda yo'qmi? Qiziq ekansan. Qara, men izlash kino Abditali yoki izlash Abchaqni ko'ra, kunda yangi kinolar chiqadi, uning ustiga ham so'zak, ham to'rsurt des. Ketib olmaydi. Voy, men tushirayapsan? Tushira. Aşağı. Ha. Sizlarni tushiringlar. Sizlarni tushiringlar. Tuvanda hamda melodrama İtaliya degan naqshni anglasak. Mening ismim Adil Turg'un, Xotanning Kiriyan ayasidan keldim. Mening shu naqshlarimning asosiy uslubi bo'lsa, lirik tusni olgan naqshlar bo'ldi. Endi shu mening akam kichikdan boshlab elektronlik royal chalganchi. Men kichikimdan boshlab akamning oldida cho'ng'olligim uchun akamningki shu muzika jihati tirishayotgan kunlari bo'lsin, natijalar bo'lsin, tortgan jafolar bo'lsin, men izchil ta'sir ko'rsatganda shuning bilan mening shu muzika sohasiga kirishimga shu akam asosiy turk o'ynagan desam bo'ldi. Bu sahnaga chiqib, shu 4 ustozdan texnik cho'nqirlagan bilimlarni ilib, keyin o'zim texnik tirishma. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Yemek-içmek, kiyim-kechak, öy-mülük, import mallar so'tisi qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi mayirlarga omad tilaydi.
Questa mia canzone, inno dell'amore, della quanto ne so con il mio dolore, così forte, così grande che mi travince il cuore, ma l'epoca del mattino tra i campioni divino io ti sono adesso, ti vedo ancora lì, quanta nostalgia, affressa di collina, io piango che passi, andarsene poi via. Questa melodia, inno dell'amore, della quanto sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che mi travince il cuore, ma l'epoca del mattino fra i campi un gran mulino, io ti sono adesso, amaro senza te. Amaro senza te, questa cuore canta un dolce melodramma, è un melodramma che canterò per te, è un melodramma che canto senza te. Xo'sh, bir tanishib chiqaylik uka. Buldu. Benim ismim Adil Turgun. Xotan Kiriyadan keldim. Ömürlükçülük işaretime. Ömürlükçülük. Qo'shimcha, bu kasb, nima kasbda o'qigan? Kesbim muzika ma'rifda o'qigan. Muzika ma'rifda. Unda o'g'anda bu ishda biz albatta Aygul eng dastlabda sening uchun o'rniqli aylandigan shu Aygul ma'lumning fikrlarini bir anglaylik. Buldu. Aldı bilen sizni təbrikləyimə, Əfqan mübarək olsun. Bək çiraylıq etib bədiniz. Avazınız kontrol bək yaxşı. Rahmat. Kontrol şunchak yaxshi. Nəfəslər toxtumay xuddilik bizning yurkimizning so'qish to'xtamagan o'xshash. Nəfəsini toxtumay berilish kerak-ku. Har qanday vaqtda, mayli tövan ovoz olsun, mayli yuqori ovoz olsun, nəfəs shunchalik yaxshi. Andan keyin yuqori ovozning kontrol, tövan ovozning kontrol hammasi shunday yaxshi. Andan keyin Juanxan ovozningki o'zgarish o'rinlarini shunday yaxshi qildingiz. Bu naqshini siz qandaq bo'lib bu naqshini aytay deb qoldingiz? Bu naqshningki icra qiluvchisi italiyalik naqshchi Andrey Bocellining naqshi. Andan keyin men shu dashoga chiqishdan burun chet elcha bir naqshlarga yaqin gap qilganda men dashoga chiqib
Muşu tun cevap anlagan akşam muşun akşam. Annekin bununki müziksi, orkestra müziksi annekin bununki etqa adam ama oğallık için ben bununki liki tırışçalıqı annekin bununki avazınki tüse bir tonusu olan annekin meyşaniki arlaşma birleşme bir xil uslupta bununki. Şunlar ben bu turupla tədqiqləşən bir yaş görüb qap bu naqşını. Şom şey ep çıxdım. Bək yaxşı orunlapsınız ukam. Tekst cəhətdə azraq məsələ var. Tekstni yəni azraq küçüvətsiniz. Lekin avaz yaxşı ukam. Biz biləmədik lekin tekstni. Məsəl ikinci qətimdə aylandı. Biz əmdə texmi yanım yaxşı bolsa ki, yanımı mükemmel bolsa ki deb şunu tələb qıldı kendinizə şunu. Hop Aygül'ün yaxşı fikirleri. Eğer Aygül'ni tanlap qalsanız o tekstdə mi çataq yoxkəndə qaraganda? Mən ikinci qətim aylandım. Aylanışımda gerçi Meşin Canfa'da şundaq bir mükemmel bir avazını alğan bolsam, lekin bu avazın içini üzbayı deb ötkəndək amınbab uslubqa layiq bolğan bir avaz üstüne his qilib yetəlidim. Xuddaylıqı mening kichik vaqtlarimda şu Abdullah Ustaz Hollywood'un naqshini bek anglaydigandichu. Men shu quloq mollis bo'lib anglaydim. Shuningdeki haliqi hissiyotlar, lirikaga kelgan hissiyotlar dal joyida kelyotdi-da. Shunda bo'lgandan keyin endi Meyshin Canfa'da güzel ovozda tarbiyalanib chiqib ketgansiz-ku, ha? Ha. Endi öymülükçülükdən yenib çıxıb sahnaga chiqqingiz bormi? Bor. Nemişqa öymülük, shunda güzel ovozda tarbiyalanib öymülükçülük bilan shug'ullanib qoldingiz? Endi meningki o'zimning o'qigan kasb muzika ma'rifandan keyin men ba'zi sabablar tufayli masalan hozir hamiyada shu talab qiladi emasmi? Shunga kinishkilarni eplanmaslik sababi bilan. Lekin sizning ovozingiz shunda yaxshi. Sharoiti yaxshi, mayli yuqoridan bo'lsin, mayli tuvandan bo'lsin, hissiyot jihatdan bo'lsin. Mush bo'libmi ammo'bab naqshchilikqa kerakli hissiyotning hammasi to'lib teshib turibdi. Buni ishiltish kerak endi. Agar kerak bo'lsa biz ba. Ma'qul, rahmat. Xo'sh ukam, xo'sh kelibsiz sahnimizga. Naqshi boshlangandila menga rasmiy ta'sir qilgan ovozning to'g'ri bo'lsin, boshlanishdilar. Endi men mush naqshni anglash jarayonida cho'qim mush ovozingizdan hamkorligimiz asosida nihoyat yaxshi foydalana oladigan, foydalanib sizning mush alayligingizni bir qesib chiqa oladigan bir asarlarni chiqara olamiz degan umid bilan siz tarafga turib aylandim. Ha? Yaxshi utuq bo'lsin. Hop, nima degan yaxshi. Shu bahola ama shu eng oxirgi diplomni olgandimi bek adamga bek ta'sir qiladi. Asli yaxshi qolg'uch emasmi? Josh Groban'ni bilamisiz ukam? Algan lekin nomini algan lekin naqshlardan ancha nima qilib bo'lgan. Siz shu bizning Josh Groban. U bek yaxshi naqshchi, u shu Andrey Bochlidan keyin yetishib chiqqan. Intayinliqi nochi naqshchi. U qanday nochi deganda shu italyancha ma'volik Meyshin naqsh aytishni ammabobga eng yaxshi birlashtirgan. Ondan sizning ovozingiz haqiqatan bayon Mo'minjon ustozim dedi. Yaman payzi bir narsa chiqdi shu ammabob tarafga sal ta'ssaq. Bu bundaq aytishni maktabda Aygul bilan o'tganmi yo o'zingiz bundaq bir izlanib bu bola o'zi izlangandekdir. Endi maktabda qolgan vaqtimda bizningki Meyshin tanlagan vaqtimda bizningki kasb o'qituvchim Amir Aygul Abduqodir ma'lumchi. Shu men oshmağımdan bir tarafdan Meyshin o'rganish bilan birga yana bir tarafdan shu men o'zim qiziqadigan Andrey Bochelininki ovozi, andan keyin buni tarjimalini ko'rish orqali aytgan naqshlari o'tkazgan kishilarni ko'rish orqali shu tadqiq qilish orqali bekmi mukammal qila olaman deb o'ylamayman o'zimcha. Mayli, uni mukammal qilaversangiz bu yerga kelmaydingiz degasiz. Endi o sana shu ham bir oshpazlikni yutgan yetchu. Ha, da. Oshpazlikni yutimiz. Uningda polo etishni mümkün degan gap, lag'ma etishni mümkün degan gap, har xil tamoqlarga bir
pir bo'lib ketadigan gapda. Shuning hozirgidek mashindaq o'zingiz shu har xil uslublarda shu yug'urib apag'ingiz shunday yaxshi bo'libdi. Buningga hargizliqi bizningki bu ichimizdan portlab kelayotgan bu ishtiyoq, bu söyish, bu mehr muhabbatni hargiz sizga o'qituvchi berolmaydi. O'qituvchi faqat sizga eng to'g'ri yo'lni, eng mundaq mansangiz eng tez bora olasiz, ham eng to'g'ri bo'ldi degan yo'lni ko'rsatib beradi. Lekin asosliq yo'lni ya'ni mang'uchi o'zingizchi. Shuningga siz beshidilar maktab kirishni oldida Andrey Bocelli'ning mush asarlarini ko'rib, yaxshi ko'ribsiz, mush jihatdan taraqqibsiz. Ham siz buningdanmi ko'plagan shaxlab, texmi ko'p yo'llarga mang'alaysiz. To'g'ri, rahmat. Mavlana Gimoni oyig'ini anglayli. Oy bilit qaptım keçirim. Yo'q, mayli. Oshpazlikda yaxshi o'rganibsiz. Oshxonada birga ishlamdik hamsa. Unda o'choqlarim bor. Gap tugdimi? Yo'q, tugmadi. Tugdimi? Ama tükke okşaydı. Gap tugadi. Deyishimiz ham o'mja ustaz. Endi pulav olamdı. Başıma o'zi tanlasın endi. Hozir o öymülükçülükten sahnaga chiqish bir ta'sischi bu. Siz shuncha yaxshi kasbni o'qibsiz, o'qib berib, buni ishlatmasdan öymülükçülükka berib qolibsiz-da. Umuman bir yaxshi kasb, pul topadigan omdan ish, lekin manda ovoz zoya kasb bo'lmaydi. Bu ovozni parlandirish kerak, jo'lalantirish kerak. Jo'lalantirish uchun xaridorliging bo'lmasa, ziboliging nada bor deydigan bir gap bor. Ziboligingizni biz keltiramiz. Degan yaxshi. Demakchi bo'g'ini öymülükçülük mü yaxşı. Onu qilib turlar. Ammo qog'ar tarafda demakchi qo'y, ha? Bir yaxshi bir kasb egizganda. Buni tashvib etmayli demakchi. Xo'sh. Unda bo'lsa oxirgi tanlashimiz Mening eng oxirgi tanlashim Adaşma tartıqdan qolasın iç bakka bekpeyzi. Bo'ldi adaş, men tatlıqlarni toza içemeyim dedigine. Adaş bu tartıqning qansiz qolasi, içe başqacha uzur. Bir içip bakayım ne olsa. Bu ekan. Kang to'rdosh do'stlar, shunaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta program gruppasidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'lib bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Shinjon Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Undan boshqa ikkinchi bo'lgan mahirni Shinjon Aylinaz guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü boğan mahirimizni Shinjon Al-Nuri Yeziglik Fan Texnika Taraqqiyotchilik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü boğan mahirimizni bo'lsa Shinjon Qaydo Yemaklik Cheklik mas'uliyat şirkati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga shirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnaşqan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishingizni so'raymiz. Sizce bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Tafsilotiga qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Sadaf Yipak yo'li sadosi programmamizda bo'lsin. Yipak yo'li sadosi, sevgining yo'q chegarasi, xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadosi, Yipak yo'li sadosi, sevgining yo'q chegarasi, xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadosi. Yipak yo'li sadasi, sevgining yo'q chegarasi. Xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadasi. Yipak yo'li sadasi, sevgining yo'q chegarasi. Xush ovozlar saynasi, Yipak yo'li sadasi.
ipek yolida Ecdat bolgan kevendas Cüskün kan var tumurda Küy nakşisi hoş avaz Gümüş dağlar çok iyisi Nur kaynadı yüreğe Büyük karvan varisi Aman yeter ileke Büyük karvan varisi Aman yeter ileke İpek yolu sadası Süygünün yok çivrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok çivrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası